Hali kechga eslatsang, do'kondan kirib ro'zg'orlik qilib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bo'ladi. Yaxshimisan, ukam? Opa? Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Jiyan, qalaysan? Keling, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, opa? Bolasini ham yetalab ketdi-yu. Qaysi samolyot tushdi? Qo'ychin komandirovka ketgandilar. Uyda o'zimiz o'tirmaylik deb otaxonlik kelgandik. Yaxshi qilibsiz. Mehmonni qabul qilasizlarmi? O'ylab ko'ramiz lekin. Eshik tagida turmay, qani ketdik. Xo'p, rahmat. Adasi bo'lib qoldingizmi? Kelyapman mana. Bo'la qoling, Keldim. kech qolamiz. Shoshma opamlar-chi? Opajon ham biza bilan boradilarmi? Nima, uyda bir o'zlari o'tirmaylar-yu. Opa! Bolasini ham yetalab chiqadimi hozir? O'sha bog'chada bo'lgan voqea hech ham esimdan Yaxshi keldingizmi, opa? Adasi kechaga nima ovqat qiling? Moshxo'rda qilgin. Choydan iching. Bir qo'llaringni o'ynatib moshxo'rda qil, opa moshxo'rdani yaxshi ko'radilar, opa. Qo'y. Kelinni qiynama. Ukasini oldida o'tirib olib zakaz qilishini-chi buni? Moshxo'rda qil, to'g'ri. Xo'p, bo'ladi. Ha, oling. O'rtoq, yana ani opasi kelib olgan. Nima, men unga xizmatkormanmi? Hamma joyga qora botirga o'xshab tiqiladi. Keling, adasi. Mana ota-onamdan keyin bitta shu jigarim qolgan. Kelsa ming xijolat ota hovlisiga keladi. Adasi, men Mani eshit. Mani qancha gapirsangchi deyman. Lekin opam emas. Bilib qo'y, bu dunyo qaytar dunyo. Da, o'rtoq, o'zim uyimga kelyapman. Mana bir cho'rilikdan dam oling. Bo'pti, kelib qoldim. O'zim qilib boraman senga. Xo'p. Kim bor? Voy, hech kim kutib olmaydi ham. Ana Tammasxon kelyaptilar. Erim opasi. Yana xizmatini qilaman o'shani. Qisib o'tirsa bo'lmaydimi-kin a uyda? Sen boshqani qanday qadrlasang, hayot seni shunday qadrlaydi.